Assalomu alaykum obunachilar. Mana bugungi kunimiz 27-avgust. Mana yangi partiya muhojirlarimiz inshaalloh yetib keldi. Bir mashinasini tushirdik, ikkinchi mashinasini mana tushirish jarayonidamiz. Soni 120 bosh. Toza qonli Galishten muhojirlar. Rossiyaning Tula shahridan keldi bular. Tushirish jarayonlarini ham video qilib o'tamiz. Toza qonli Galishten muhojirlar. Canavarlar. Videolarimizni like, bosib obuna bo'lib qo'yasizlar. Tushirishlarni video ko'ramiz.